olimlar, tədqiqatçılar, mutaxassislar, cemaat a'zolari va qadrli yoshlar. Assalamu alaykum hanımlar, efendiler. Amerika Uyghur Akademiyası uğurlaştırgan tunji qitimliq üzülmez rishta Uyghur munbiri temisidagi ilmiy muhokama yig'iniga hammanglar hoş geldinglar. Men bugungi muhokama yig'inining riyosatchisi Harvard Universitetining Uyg'ur tili o'qituvchisi doktor Gulnar Aziz Yulg'un. Ben George Washington Üniversitesi'nin Uyghur tili o'qituvchisi Mustafa Aqsun. Bu yig'inning asosiy maqsadi akademiklar, tadqiqotchilar, Uyg'ur jamoati va yosh avlodlarni bir yerga jam qilib, bugungi kunda Uyg'ur diasporasi duch kelayotgan muhim masalalarni hal qilishning chora-tadbirlari ustida izlanishdir. Endi yig'in tartibi bo'yicha Uyg'ur Akademiyasining bosh raisi Doktor Rishad Abbas efendimni echilish so'ziga taklif qilamiz. Doktor Rishad Abbas navbatda Amerikadagi peshqadam tibbiy fanlar olimi va tadqiqot yetakchisi bo'lib, rak kasallariga qarshi dori tadqiqoti bilan shug'ullandi. U 1994-yili Amerikaning Ohio shtat universitetida tibbiy dori tadqiqot ilmi bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan. Amerikadagi 30 yildan ortiq tadqiqot hayotida rak kasallariga shifo bo'lgan ko'p sonli yangi dorilarning tadqiqotiga yetakchi bo'lib, dorigarlik sohasida ko'z ko'narlik bilan qo'shgan. U hozirgacha 150 dan ortiq ilmiy tadqiqot maqolasini yozib, xalqaro tibbiy fanlar ilmiy jurnallarida e'lon qilgan. Undan boshqa dori tadqiqot natijalari patentlarga erishgan. Doktor Rishad Abbasning ilmiy muvaffaqiyatlari ko'p qatim nufuzli mukofotlar bilan taqdirlangan bo'lib, bularning ichida Amerika Mudofaa Ministrligining fan texnika utuq mukofoti ham bor. Unda bo'lsa meylan Doktor Rishad Abbasni taklif qilaylik. Marhamat. Assalamu alaikum qarindoshlar. Oldi bilan men Uyg'ur Akademiyasiga vakolatan hammanglarni qizg'in qarshi olma ham mushu qimmatli muhokama yig'iniga kelgan qadiminglarga rahmat aytdim. Shuning bilan birga bugungi bu faoliyatda doklad beradigan, riyosatchilik qiladigan va bizning Uyg'ur Akademiyasining Amerika tarmoqninki raisi doktor Mantimin va doimiy heyatlar, rahbarlar va a'zolarninki mushunga kuch chiqarganiga rahmat aytaman. Tashakkurimni bildiraman. Men so'zimni bir oddiy bir haqiqat bilan boshlasam, bir millatninki saqlanib qolishi, uninki xotiri, tili, dini, madaniyati, urf-odati va kimligini bir avloddan yana bir avlodga yetkazish bilan iborat. Shunglashqa Xitoy hukumati 2016-yili vatanimiz Sharq Turkistonda elib borgan keng ko'lamlik boshlagan keng ko'lamlik irqiy qirg'inchilikni bizningki shu Uyg'ur ma'rifdan, Uyg'ur sarqilaridan, ziyolilaridan boshlagan. Buning hammanglar biladigan misoli shu Uyg'ur ma'rif idorasidagi asosiy tadqiqot ve asası tahrir bo'lgan Yalqin Ro'zi qatorliq 40 dak odamni 8-oyda o'g'li Kamal Turk o'tiribdi. Bu yerda 8-oyda 40 kunlik o'rganishga akirib olib, undan keyin o'rganish tugatgandan keyin bir haftadan keyin Yalqin Ro'zi yana boshqa shu muharrirlikka dars kitobni chiqarganlarga to'kib qo'shganlarni turmaga solib, mana hozirgacha turmadi. Shuning bilan birga bizningki aşağıdaki şu ziyolilar, Ali maktabninki prezidentlari Xalmurat bo'lamdi, Toshpo'lat bo'lamdi, ashunga o'xshash sarklarni va dinni yetakchilarni keyin-keyindan turmaga solib, Xitoy shu irqiy qirg'inchilikni bizning ziyolilardan boshlagan. Shunglashqa bu faoliyatimizninki ahamiyati nihoyat zo'r. Shuning bilan birga Xitoy yana hammanglarning xabar bo'lgandek
7 ayının bu yıl 7 ayının biri Milletler İttifakı ilgili sürüş diye kanunu yolu koyup bunun da şu 10 yılın yağı elip beriyotgan bizning xalqimizni yıltızdan yo'qotadigan irqiy qirg'inchilikni qonunlashtirishni boshladi. Onun ichidami yana shu muajiratda da'vo qilayotgan, bu ishlarga aktiv qatnashayotgan Uyg'urlarni chigir atilgan bostirishni texmo kuchlantiradigan moddalarmi bor. Bundan keyin endi bu hammamiz buni burunning yog'i to'lab kelayotgan bedelni texmo cho'ng bedel to'lashimiz mumkin. Endi bu Uyg'ur xalqimiz uchun ish qilgan har qanday bir odam vatandagi mana shu yalqin ro'zlar bo'lamdi, shu bizning ziyolilar bo'lamdi. Xalqim uchun xalqim bir kimligini, tilini, madaniyatini saqlab mangson degan shu niyat bilan dars kitoblarni chiqargan shularni jazo oldi. Shular bedel to'ladi. Biz muajiratdimi mana 2000 biz bu shu burun Amerika Uyg'ur birlashmasini qurg'uvchilardan birga o'tag'anlamayadin hammamiz bor, necha aylan bor. Bizmi bedel to'lab kelyapmiz. Har qanday bir Uyg'ur xalq uchun boshqa tursa bedel to'laydi. U tabiiy. Shunga bo'pmi 2018-yili dim boshlab 2016 Xitoy irqiy qirg'inchilikni boshlagandan keyin 17 18 bu faoliyatlarni ilib bordik, xalqaro tunishtirgan. Shundan keyin Xitoy irqiy qirg'inchilik nimani shu da'vo qilayotganlarni bir tarafdan davlat atilgan bostirishni shulardan ilib keldik. Xabaringlar bor, hammamiz bedel to'layapmiz. Endi bu shunglashqa bu faoliyatimizning ahamiyati nihoyat zo'r. Bizningki Uyg'ur xalqimizni Xitoy yiltizdan yo'qotishninki shu qo'rda tuval so'zlaganlarning hammasining ifodalari. Bu shu 16-yillar atrofida do'stimiz erkasida o'tiribdi, Xitoyning bir generali shunday degan-ku, bu Uyg'urlarni yiltizdan yo'qotishimiz deb. Shuni ilib kelyapti, mana buni qonunlashtirib. Bu vaziyatda bugungi uzilmas rishta degan munbirimiz nihoyat zo'r ahamiyatga ega. Uyg'ur ziyolilar, mutaxassislar, tadqiqotchilar biz o'zimizning kasbimizda natija qozonish bilan birga bizning 3 cho'ng vazifamiz bor. Bosh egamaydigan vazifamiz bor deb o'ylaymiz biz Uyg'ur akademiyadan. Buning birinchisi xalqimizning ovozi bo'lib, xalqimizning dardiga darmon bo'lish. İkincisi, yoshlarni, keyingi avlodlarni tarbiyalash, ularni yetaklash, ularni texmo natija qozonishga rag'batlantirib. Uchinchisi, bizning kimligimizni, dinimizni, tilimizni, madaniyatimizni qo'g'dashda avangard rol o'ynab oldi safda mingish. Shunglashqa ma'u nimani ko'ryapsizlar, biz ham Uyg'ur akademiyani qisqacha tanishtirish faoliyat bu ekrandagi ko'rishinglar mumkin. Buningda hamda Uyg'ur akademiya mushu yo'lda avangardlik, yetakchilik rolini o'ynab kelyapmiz. 2016-yilning yog'i. Bu shu faoliyatlar buningda hamda nurg'un yoshlarni tarbiyaladik. Mana shu bugungi faoliyatda so'zlaydigan asli 3 yosh parti, hozir 2 yillar so'zlaydi. Shu yoshlar bizningki 2023-yildagi Ankara'da ilib borgan yoshlarni tarbiyalash 2 haftalik kurs qatnashgan. Shundan qaytib kelib bu yoshlar o'zlari tashkillanib, tashkilot qurib, mana bularmi hozir Uyg'ur kimligini va yana boshqa o'zining yosh saboqdoshlari, qarindoshlariga yordam qilish yo'lida yetakchi bo'lib qo'yadi. Bu xizmatlarimizning natijasi. Endi bugungi faoliyatning mazmuni aytdi mo'l. Buningda Uyg'ur kimligidan boshlanib, uningdan hozirgi zamon tahdid, uningdan uchinchisi iqtisod va uningga qanday bizningki Uyg'ur jamoatini iqtisod tarafdan kuchlantirish to'g'riliq bizning iqtisod yo'nalishlarimiz. To'rtinchisi yoshlarni tarbiyalash, yoshlarni yetaklash va yoshlarni texmo zo'r natijalarga qozonishga mutabbir berish deganga o'xshash 4 mavzun. Endi bu muzokaralarningki bugungi yig'inninki qutlug' bo'lishini tilayman. Hammanglarga rahmat.
Bugünkü yığınımız bayam Rişat efendim degandek 4 bölümden tarkib topgan bo'lib, her bir bölümüde 3 mutaxassis ma'lum temini merkez qilib, o'xshamagan nuqtalarda akademik doklad sunudu. Her bir sözlügichi 15 minut doklad bergandan keyin 10 minut yig'in ahlining savollariga javob berdi. Endi yig'in jarayonida ko'pchilikka bir eskartib qo'yganimiz telefonlarimizni ovozsiz holatga to'g'rilab qo'ysak. Rahmat.